Saudiyada $1000 topish mumkin, lekin hamma bunga tayyor emas. Ko'pchilik faqat pulni ko'radi, lekin sharoitni bilmaydi. Real ish sharoiti. Issiq +40 daraja. Ish 10-12 soat. Ko'pincha jismoniy mehnat. Yotoq va sharoit. 2-6 kishi bir xonada. Ba'zida bepul. Ovqat ham berilishi mumkin. Til talabi. Ingliz tili minimum kerak. Arab tili bilsang, osonroq ish topasan. Hujjatlar: pasport, medko'rik, ish kontrakti, work visa. Narxi: $500, $2000. Ba'zida firma to'lab beradi. Eng muhim haqiqat: aqlli borgan pul topadi, bilmasdan borgan qiynaladi. Agar to'g'ri yo'l bilan ketmoqchi bo'lsang, obuna bo'l.